Barchaga salom alaykum bolalar, sizlar bilan Leo PUBG kanali. Bugungi videomiz YouTube'da oddiy telefon bilan short stream qilish haqida bo'ladi. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalga obuna bo'lib, bir dona like tugmasini bosish esingizdan chiqmasin. Qanunda biz boshladik. Birinchi navbatda biz Play Market yoki App Store ilovasiga kirib olamiz va qidiruvga Prism Live deb qidiramiz. Va mana shu qora uchburchakli programmani yuklab olamiz. Va bu yerga o'zingiz akkauntingizni kirgizib olamiz. Mana Android bo'lgani uchun Google akkauntni tanlab, Google akkauntimni kirgizib olaman. Google akkauntimni kirgizdim. Bu yerda barcha ruxsatlarni beramiz. Agar sizni ham telefoningiz Android bo'ladigan bo'lsa, bu yerdan Prism Live ilovasini topib, unga ham ruxsat beramiz. Bitta narsani aytib qo'yishim kerak, mana shu ko'rsatib qo'ygan joyimni hech qachon yoqib qo'ymanglar. Buni yoqsanglar ekraninglar ko'rinmaydi. 720 format ustiga bosamiz. Menda internet zo'rligi uchun 1080 formatni tanladim va FPS ni 30 FPS qilib qo'yamiz. Undan keyingisi mana Max 4000 turibdi. Bu o'zi Max 4000 da turishi kerak. Agar streamingizga rasm yuklamoqchi bo'lsangiz, My Channel ustiga bosamiz. My Channel. Bu yerdan o'zimiz akkauntimiz ustiga bosamiz. Va bu yerdan xohlagan rasmingizni qo'yishingiz mumkin. Men mana shu rasmni qo'yib olaman, misol uchun. Mana shu rasmni qo'ydim. Endi esa bu albatta publichniy turishi kerak. Publichniy degani hamma ko'rishi mumkin deyapti. Hammaga ochiq. Keyingi qiladigan ishimiz qalamchi ustiga bosamiz. Bu yerga o'zingiz xohlagan hashtagingizni yozib qo'yishingiz mumkin. Men misol uchun PUBG Mobile, PUBG va stream deb yozib qo'yaman. Bu yerdan mana bu X tugmasini bosib chiqib ketishingiz mumkin va Go Live tugmasini bosamiz. Yes boshlash va streamimiz o'zi yondi. Bolalar video shulardan iborat edi. Agar video yoqqan bo'lsa, bir dona like bilan obuna tugmasini bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Agar videoda biror nimaga tushunmagan bo'lsangiz, bemalol kommentariyada yozishingiz mumkin. Hammaga javob qaytaraman. Keyingi video nima haqida bo'lishini ham yozib qoldiring.